Hop, Onyx avtomobiliga Mannol keramik degan yangi moyamizdan qo'yib beramiz. Men o'zimni ham birinchi marta ishlatishim bu moyni. Xudo xolasa chotga bo'ladi. Ranglari neobычный moy deb eshitganman. Bitta sizlar bilan ko'rib olamiz. Hop, original upakovkasi mana shunday. Original degan yozuvlari bo'ladi. Hop, buni xudo xolasa ustiga chiqsa ham qo'yyormasligi kerak o'z zavodskoy. Mana bismillah. Qo'yyormaydi. Hop, ikkinchi tomoni moyni rangchasi neobычный deb eshitganman. Hozir ko'ramiz. Bismillah. Haqiqatan ham udar. Xo'p, bu 5 litrli idish bo'lgani uchun 1 litr idishimga olib qoldim. 4 litrni mashinaga solamiz. Bismillah. Ko'ryaptimi? Dahshat ko'ryapti. Xo'p, ma'lumot uchun aytib qo'yaman. Maslni filtri, воздушный filtri 4 litr Mannol keramik 530 moyimiz 500 ni 40 ming so'mga almashtirib beramiz. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Bo'ldi.